Assalomu alaykum. Dunyoning har qaysi bo'linglarida ona vatanidan ayrilib, musofirlik hayotini boshdan kechirayotgan aziz qarindoshlar, qadrlik vatandoshlarim. Hammanglarning ushbu vaqti xayrlik bo'lsin. Kunlardan beri to'r yuzida to'xtamay yuz berayotgan datalash, o'rnidan halqagan tanqid radiyalar, texi aniqlanmagan asossiz so'zlarni dalilsiz sifatida ishlatib, gap tepishlar. Mashhur shoirimiz Muhammadjon Rashidinning Gap topdiq nomli she'rini esimga soldi va bu vaqtda meni yana bir qaytim cho'nqur o'ylantirdi. Tövəndə bəzi o'ylaganlarimni sizlar bilan o'rtoqlash bilan birga ushbu she'rni huzuringizga sunishni to'g'ri ko'rdim. Aziz qarindoshlarim, asli ijtimoiy aloqa vositalari bizdek o'zining mustaqil qonili yoki sistemlashgan tashviqot apparati bo'lmagan Uyg'ur xalqi uchun eng unumli tashviqot vositasi va bilim manbasi bo'lish kerak edi. Ming afsuski, o'ltirib xeyli uzun o'ylash beqishga tirishgan bo'lsam-mu, Uyg'ur xalqining zehnini yig'ib, bir haftami umumyuzlik holda Xitoyga qarshi tashviqot ko'rishi ilib borganligini esga olamadim. Bu ko'nglimni to'limi yerim qildi. Shu vaqtdagi his tuyg'ularimni faqat "Ey Uyg'urim" degan bir yig'iz so'z bilan ifoda qilay. Mening kuzatishimcha, mana mushuningga o'xshagan datalash, o'rinsiz gaplarni ishiltib gap tepishlar, bir turkum kishilarning dabdabilik so'zlari yoki qalamkashlarning qalamlari orqali birlariga qaratilgan va bu puroqdan masxush bo'lgan xalqimiz foyda ziyonning naqadar ekanligini ayirishga ojizlik qilib, vatanimiz Sharq Turkistonda Xitoy tomonidan ezilayotgan, o'ltirilayotgan, ko'ydirilib kunlari hojatxonalarga to'kilayotgan xalqimizni unutib, chet elda qolgan 2-4 tal Uyg'ur bir-birimizning go'shini yeyishga boshlaydi ekanmiz. Eng ichinarligi shuki, shu zulmlarni dushmanimiz Xitoydan emas, balki o'z xalqimizdan ko'rishga elib boradi ekan. Mana bu ko'nglimni yerim qilgan ishlarning qatoridan. Aziz qarindoshlarim, Uyg'ur xalqimi boshqa dunyo xalqlariga o'xshashli inson. Undaq bo'lgan ekan, inson xatolikdan xoli emas. Men bu yerda xatolashquchilarning xatoligini yo'g'irmoqchi va yoki yo'qqa chiqarmoqchi emasman. Men demoqchimanki, agar bizning ichimizdan bir qarindoshimiz xatolashgan bo'lsa va bizga uning xatoligini ayriyoligidek aql ne'mati berilgan bo'lsa, bizning mas'uliyat va majburiyatimiz uning xatosini ko'zitish va ko'zitish bilan birga tuzitishiga yordam berishdirki, hargiz uning xatoligi sababli uni chetga qiqish emasdir. Kunimizdagidek bir xatolik yuz berish bilan uni fursat bo'lib, u shaxsni sazoyi qilib, ko'ch paranglarini aralashtirib, tarjima qilib, hatto boshqa millatlarga taqib yursak, yuragimizni tutib samimiylik bilan o'ylashib baqaydiki, bizning ishimiz haqni tavsiya qilish va yoki xatolikni tuzatishmi yoki bizdan boshqa butun insonlarni sazoyi qilib obrazni xunuklashtirish orqali faqat birdan-bir o'zimizni farishta sifat ko'rsatishdek xato siyosatga yo'l olganlikmi? Bu vaqtda qarindoshlarimni tafsiliy bir o'ylab beqishni umid qilish bilan birga tövəndagi she'rni anglagandan keyin quruq gapni oz tepib, amaliy harakatga o'tishimizni chin ko'nglimdan umid qilaman. Qani qarindoshlarim, tövəndə aql egalarini o'yga soladigan she'rda diqqatinglar bo'lsin. She'r Gap topdiq. Abduri Muhammadjon Rashidin. Kimning ishi qolaylik, uningga gap topdiq. Kimlarda bor pul boylik, uningga gap topdiq. Yaralganmi bu olam, satlar bilan yo'qsilg'a. Kimning qizi chiroylik, uningga gap topdiq. Zorlanimiz olamdan birni ikki etalmay. Bo'ldi kimlar uy-joylik, uningga gap topdiq. Tamtiraymiz turmushning ochilida har sahar. Kimga nisib osonlik, uningga gap topdiq. Pokizlari yasanchoq, maynatlari qaranchoq. Kimning chechi maylaqliq, uningga gap topdiq. Yerga boqqan yer baxti, ko'kka boqqan hang vaqti. Kimlarga yor salmoqliq, uningga gap topdiq. Do'sti ko'pning posti ko'p, tanholarni sarangdab. Gunohmi tul bo'ytaqliq, uningga gap topdiq. Yo'qdir qilmas gapimiz, chalmaydigan depimiz. Kimlarda bor o'rtoqlik, uningga gap topdiq. Gap topmayli gap topdiq, gapdan qancha nap topdiq. Uningga gap topdiq, buningga gap topdiq. Hurmatli qarindoshlarim, oxirida hammanglarning turmushingizga baxt va xotirjamlik tilash bilan birga ulug' Rabbimiz Alloh subhanahu va taoladan Uyg'ur millatiga birlik, ittifoqlik berishini, shundaqla pat fursatda oramizdan haqiqiy bir yo'lboshchi chiqarib berishini tilayman. Aziz qarindoshim, yuqorqi gaplarim samimiy qalblarga shifo bo'g'isi deb o'ylasangiz, endi sizga tushgan vazifani, ya'ni bu gaplarimni ham baharlashni unutmang. Balkim sap qalbingiz bilan midirlatgan bir barmoqingizmi o'ylamagan natijalarga erishtirishi mumkin. Hammanglarni Janob Allohga topshirdim. Allohga omonat.